Uy qamog'i va qamoqning farqi nimada? Uy qamog'i va qamoqning farqi. Uy qamog'i va qamoq bu ehtiyot chora hisoblanadi. Ya'ni muayyan bir jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan dastlabki tergov davomida qo'llanilgan ehtiyot chora. Ularning farqi, qamoqqa olish ehtiyot chorasi bu shaxsni jamiyatdan ajratib, uning qayta jinoyat sodir etmasligi va boshqa holatlar uchun qamoq sharoitida saqlash. Bunda 3 yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum qilish tarzi jazo nazarda tutilgan hamda ehtiyotsizlik orqasidan 5 yildan ortiq demak ozodlikdan mahrum qilish tarzida jazo qo'llanishi nazarda tutilgan jinoyatlar sodir etgan shaxslarga qo'llaniladi. Uy qamog'iga keladigan bo'lsak, uy qamoq ehtiyot chorasi qo'llash uchun yetarli asoslar mavjud bo'lsa-da, gumonlanuvchining yoshi, sog'ligi, oilaviy sharoit va boshqa ijobiy holatlarni inobatga olib, uni demak muayyan bir obyektda yoki o'zining yashash xonadonida uy qamog'i manzili etib belgilanishi mumkin. Endi agar gumonlanuvchi kasal bo'lsa, biror bir kasallikka chalinib, o'sha davrda betob bo'ladigan bo'lsa, u davolanayotgan tibbiyot muassasasi aynan shu uy qamog'i o'tash manzili etib belgilanishi mumkin. Uy qamog'i tarzida ehtiyot chorasi tayinlangan shaxslarga nisbatan demak muayyan bir cheklovlar o'rnatilishi mumkin sud tomonidan. Bu muayyan bir shaxslar bilan aloqada bo'lish, xatlar, xabarlar olish va jo'natish, bundan tashqari aloqa vositalaridan foydalanish, jahon ijtimoiy tarmog'idan foydalanish kabi demak qo'shimcha cheklovlar o'rnatilishi mumkin.